Bugunmi baldur qopgan bir kun, qop chachlarim qarsam, haqiqiy ikkinchi dunyo yoshini hozir tugtib kelgandek bo'lib qopti. Davomli cho'klab ketdim ma kumushdek tishlarimni. Ma yaqindan xil aqirib qopdi bo'lmasa. Tishimnim cho'klab bo'lib, to'xtamay kilolab may chiqdigan yuzlarimni bizning shirkatning kaysu markaziga shimenay düşüman. Portlab chashqanning tukida ko'p ketgan chachlarimni bizning shirkatning kaysu markazidagi chash supini juyman. O'lim bak yaxshi do'stlar. Shisho qilib ayna qarsam xilbi odamzotning bolalariga o'xshab qopdim-a. Addilam kiyimimni kiyib, og'aynam bilan yana sinfga o'g'inish qilganman-da, hozir bak xushal bu. Bosh tomoq yer deb oshxonaga kirdik, og'aynam tomoq yegash. Uningda xushal taxe. Qo'zoqnim astarlikdib sinfga kirsam, yana ballam yo'q-a. Bugungi o'ginishni boshlab ketdim. Bugun yana mash davomli dunyodagi sirliq 24 soat dars degan kitobimni o'qiyman. Bugun misal 1 soat kitob o'qibdiman. Ishqib 3-darsmi shundoq payz ekan bu kitobning. Mushtaq Uyg'urcha, Xanzocha qilib yozib olman. Birdamda 1 soat darsim boshlanibdi. Hozir 1 soat dars qilmoqdoq savodoshlarim bilan. 1 soat tajriba dars bati kirsam jiq savodoshlarimız kirib qopdi. O'rindan beyin deb o'tirib bugungi darsni boshlab ketdik. Bu soat darsim shundoq izsiz so'zlab bergan temalim. Bu soat darsim bak muhimkan, ishqib bak yaxshi anladim. Hozir sinfga kirdim. Jiq do'stlar mushtaq sizdan qilib so'rab ketdi. Sizning qatqiningiz qanday shamu, qanday pul tepatisiz deb. Ma oldin qatda, ma'abda bo'lgan kirimlar ko'zangni bildi do'stlar. Jiqmamas amdi. O'zimning tamoq bo'lsig'i chiqishdi. Mushtaq ko'rganimda do'stlar, o'zimning kirim qo'yatman. Navoda sirnoma ma'oshak tashiya dedim paylanib mushtaq o'ziga kirim qo'spa, azroq pul topishpa balla pasa. Men bilan aloqalasam bo'ldi. Men sizga Mashinjan bozori yangi kirgan so'dan shundoq inish qo'yib, shuni qo'ysam bo'ldi. Birdan keyingi soat darsim boshlanibdi. Keyingi soat dars bo'lib qolsa, mash adabiyot darsi. Men qo'p bak yaxshi anglayman bu darsni. Men to'ngjorim kunda bo'lamaydi-chu, mash yugun darsini anslam uxlab qoldi bu. Amal yo'q. Masaat darsim shundoq yaxshi anglabdim. Muallim bak jalliq so'zlab berdi. Hozir darsdan tushib, tamoq yegilmoqdoq. Oshxonaga kirib, tamoqlarni yeb, og'aynam bilan tamoq yeb ketdim. Tushda yotoq kirib, tulluq aram etganman. Hozir tushdan keyingi dars qarabmoqdoq. Sinfga kirsam, jiq savodoshlarim kirib qopdi. Muallimi barga qarsam-a. Bu soat darsim shundoq yaxshi anglabdim. Bijilanim yezib, bu soat darsim oxirlashdi. Tushdan keyingi dars mishada oxirlashgandi. Hozir og'aynam bilan anz o'yini qilmoqdim. Anzixonaga keldik. Qarsam bu yana so'tsim karamat yaxshi-kan. Bitta ichib o'ynashni boshlab ketdik. Tiplam top chechishni boshlab ketdim-a. Chashqan to'pimning bisim kirmaydi. G'azzab maz chiqib. Bugungi vlogimni mishada oxirlashni hamsa do'stlar. Sizlarning yoqtirib ko'rib, meni izchil qo'llab berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.